5-hafta. Kurashdan kuch oling. Inson tabiatda yashash uchun kurash zarurati mujassam bo'lib, u butun insoniyatning rivojlanishi va taraqqiyotiga erishishiga imkon yaratadi. Inson to'siqlarni shafqatsiz sinov deb qabul qiladimi yoki ter to'kib mehnat qilish orqali tajriba orttirish imkoni debmi? Bu uning bo'layotgan voqea hodisalarga bo'lgan munosabatiga bog'liq. Kurashsiz muvaffaqiyatga erishish sirayam mumkin emas. Tug'ilganimizdan to yorug' dunyoni tark etgunimizga qadar bizning hayotimiz, obrazli qilib aytganda, muqarrar sinovlarning cheksiz almashinuvidan iboratdir. Ushbu hayot-mamot kurashida biz asta-sekinlik bilan bebaho tajribaga ega bo'lib boramiz. Hukmronlik va kuch bizning ishlarimiz orqali orttiriladi, deydi Emerson. Kurash va g'olib bo'l deb da'vat qiladi bizga tabiat. Bu kurashda sen o'z istaklaring amalga oshishi uchun zarur bo'lgan kuch-qudrat va aql-idrokka ega bo'lasan. Eng baquvvat daraxtlar o'rmonning eng ichkarisida emas, balki eng chekkasida o'sadi va o'z tanasi bilan hamjinslarini shamollar va bo'ronlardan to'sib himoya qilib turadi. Mening bobom arvasozlik bilan shug'ullangan. Bobom uyining atrofidagi yerlarni daraxtlardan tozalab, ochiq maydonda bir nechta eman nihollarini qoldirar, ular shamollar tahdidi va qaynoq quyosh tig'i ostida o'sardi. Bobom ob-havo injiqliklariga bardosh berib o'sgan daraxtlarning yog'ochi o'rmonning eng ichkarisida o'sgan daraxtlarnikiga nisbatan pishiqroq bo'lishini yaxshi bilar, shu tufayli ham aravaga g'ildirak yasash uchun aynan shunaqa yog'ochni tanlardi. Bunday yog'och har qanday ishlovga ham dosh beradi. Sal narsaga darz ketmaydi yoki yorilmaydi. Katta yuklamalarga ham chidayveradi. Insonning irodasi ham shu tariqa kurashlar orqali chiniqadi. Ko'pchilik odamlar iloji boricha kamroq qarshiliklar mavjud bo'lgan yo'llardan yurib yashashni ma'qul ko'rishadi. Ammo ular qarshilikning kamroq bo'lishi insonni egib qo'yishi mumkinligini tasavvur ham qila olmaydilar. Hayotiy muammolarga qarshi tura olish uchun esa bizning fe'l-atvorimiz, hayotdagi maqsadimiz va uni amalga oshiradigan rejamiz qat'iy bo'lishi lozim. Biz oldimizga qo'ygan hayotiy maqsadimizni tushunganimiz holda o'zimizni kurashishga majburlaydigan vaziyatni ham qabul qilamiz. Natijada kurashsiz maqsadimizga yetib borish umuman mumkin emasligini ham tushunamiz. Muvaffaqiyatga erishish uchun biz muayyan harakatlarni qo'llab kurashishimiz kerak. Natijada kurashsiz, to'siqlarni bartaraf qilmasdan muvaffaqiyatga erishish mumkin emasligini tushunib yetamiz. Kuch-quvvat sarflamay turib, biror bir arzigulik narsaga erisha olmaymiz. Agar hayotda hamma narsa osongina berilganda edi, har bir odam muvaffaqiyatga erishgan bo'lardi. Ammo muvaffaqiyat faqat uning uchun kurashadigan, to'siqlarni bartaraf etadigan va o'z oldiga yangi murakkab vazifalarni qo'yishga kuch topa oladigan odamlargagina keladi. Biznes kollejini tugatganimdan keyin men general Rufus Ayerning qo'l ostida ishladim. Uning sud amaliyoti shunaqangi keng ko'lamli ediki, men ko'pincha yarim kechgacha ishxonada qolib ketar, hatto dam olish kunlarida ham ishlashimga to'g'ri kelardi. Har safar ish kunining oxirida u meni ishxonada ushlab qolgani uchun uzr so'rar, keyin esa sen menga rosa ko'maklashding, ammo bugungi oqshomda orttirgan tajribang bilan o'zingga yanada ko'proq yordamlashding deb qo'shib qo'yardi. Henry Fordning bosh yordamchilaridan biri mening omad formulasi haqida bergan savolimga javoban, men janob Ford kabi odamlar bilan ishlash baxtiga muyassar bo'ldim. Agar qachondir ularga birovning yordami kerak bo'lib qolsa, aynan menga murojaat etishadi deb umid qilaman deb javob berganini hech qachon unutmayman. Siz bir chekkaga chiqmaslikka va maqsadga erishish uchun kurashga qaror qilganingizda foydali tajriba orttirasiz va o'z muvaffaqiyatingizni yanada yaqinlashtirasiz.